Nimaga mana bu chiroyli mo'ylovingiz ustidagi burningizni hammaga tiqaverasiz? Tinchgina repetitorligingizni qilib yursangiz bo'lmaydimi? deydiganlar ham bormi? Bor, doim menga shunaqa deb yozishadi. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar, magazinchi g'aybullar deydiganlar ham bordir, ha? Tekstga bilaman, boshqa planetadan kelib qolgandek tuyulaman, lekin nima qilay? Jim tura olmayman, gapirmasam bo'lmaydi. Instagram yetmaganda endi YouTube'da balo bormi sizga? Shunaqa o'zi Instagramda asosan ijtimoiy muammolarni olib chiqardim. Hozir YouTube'da ham qolamiz. Har seshanba 20:00 da ijtimoiy muammolar xabarlar olib chiqiladi, lekin faqat muammolarni gapirmaymiz. U yerda biz tahlil qilib, tomoshabinlarga, umuman fuqarolarga nima foydasi, biz nima yechim qilsak bo'ladi, qanaqa bu bilan kurashsa bo'ladi, ana shuning uchun turiladi. YouTube kanallariga o'tib olishingizni maslahat beraman. Haqiqatan ham qiziqarli materiallar berib borilyapti. Shuncha muammolarni tahlil qilib, ichida yashab, depressiyaga tushib qolmaysizmi? Nima qilay Mergan og'a? Hamma ayb o'zimda. Nima qilay shunaqa bo'lib tug'ilgan bo'lsa? Endi o'zgarmasam kerak.